Bugun Toshkentga rasmiy tashrifini yakunlagan Paragvay prezidenti yo'lga ketishi avvalidan o'zimizning Farg'onada yashayotgan paragvaylik oila bilan ko'rishdi. Daniel Munoz uni o'zbekcha Doniyor ismi bilan chaqirishlarini yoqtiradi. Oilasi bilan O'zbekistonga ko'chib kelganiga 2 oy bo'lganiga qaramay, o'zbekchani tushunadi va so'zlasha oladi. Santiago Peña paragvaylik hamyurtlari bilan samimiy suhbatlashdi. Ayniqsa Doniyorning O'zbekistonda futbolni rivojlantirish bo'yicha rejalarini eshitib juda mamnun bo'ldi. Qolganini Doniyorning o'zi aytib beradi. O'zbekiston juda katta bir potensial bor. O'zbekistondan boshqa ülkelerga, dunyoga futbolchilar tayyorlar bo'ladi. Families like yours, bilasizmi, sizniki kabi oilalar ikki davlat o'rtasida ko'prik bo'la oladi. Siz ham shuni his qilyapsizmi? Of course, we feel like we are one of the first families coming here from Paraguay. Albatta, biz Paragvaydan kelib bu yerga joylashgan ilk oilalardan birimiz. Kelajakda bu yerga yana ko'plab paragvaylik oilalar kelib ishlashni va bu mamlakatga foyda keltirishni xohlaymiz. Menga eng yoqadigani umumiy jihatlarimiz juda ko'p. Paragvay Janubiy Amerikaning yuragi hisoblanadi. O'zbekiston esa Markaziy Osiyoning yuragi, to'g'rimi? Madaniyatimiz o'xshash, odamlar ochiq ko'ngil. Agar o'zbeklar Paragvayga borsa, ular ham biz kabi iliqlikni his qilishadi. Mehmondo'stlik biz uchun katta sovg'a bo'ldi. Bu juda ajoyib tajriba. A blessing for us, an amazing experience. Could you tell us about oilangiz haqida aytib bersangiz? We like Uzbekistan, Central Asia and General Wildorf. Men mehmondo'stlikdan, odamlardan juda ta'sirlandim. Tilini, madaniyatini o'rganyapmiz. Bizga bo'lgan munosabat juda iliq va samimiy. We are learning Uzbek language first. Avvalo o'zbek tilini o'rganyapmiz. Keyin esa Lotin Amerikasida futbolchilar va murabbiylar uchun yangi imkoniyatlar ochishni xohlaymiz. Men futbol murabbiyiman. Orzuyim o'zbek futbolining yanada rivojlanishini ko'rish. Hozirning o'zida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Bu zo'r natija. Umid qilyapmanki, ular chempionatda Paragvayga qarshi o'ynashmaydi. Chunki bu biz uchun juda ham qiyin bo'ladi. And he just talked about how amazing this country is and the opportunities that Paragvay prezidenti O'zbekistondan juda hayratda qolganini, mamlakatning imkoniyatlari, biznes, iqtisod va sport borasidagi salohiyat haqida gapirdi. Qizig'i shundaki, bu jihatlar Paragvayga ham juda o'xshaydi. Paragvay Lotin Amerikasida, O'zbekiston esa Markaziy Osiyoda yuksalmoqda. Menimcha Doniyor juda ham to'g'ri aytdi. Geografik masofaga qaramay O'zbekiston va Paragvay o'rtasidagi o'xshashliklar juda ham ko'p. Paragvay prezidentining Toshkentga ilk tashrifi ikki davlat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy hamkorlikni